Telefonni ham ko'taradi, qara. Voy, gap yo'q lekin. 60 tezlikdan keyin o'zi avtomatik ko'tarilib, o'zi avtomatik tushadi. Nima deyapti? Andijonda normalniy pult qilgan 10x bilan Spark oldi turibmiz-da. Oke, videoga like bosing. 10x bilan Spark haydaydigan do'stlarni hammasiga jo'natib qo'yinglar. Ya oke, Spark kichkina bo'lsa ham ancha aqlli mashina. Ukam, bo'ldi, video olamiz. Qaysi biri zo'rligini o'zingiz seçadi. 10x lekin tushib chiqadigan spoilerga prosta mazza qildim. Mashinaga pony komplekt body kitli qo'yilgan, faralar, tomlari moshni qilib qoraytirib qo'yilgan. Diskasiga prosta jinni bo'ldim. Sparkimizni akkuratni navrot qilib qo'yishgan, ranglarni Dodo xo'jasidan tanlab, mashinani to'liq holatda black piano qilingan, tonirovkani skromni urib qo'yilgan. Bu Sparkka Andijonda ko'pchilik taniydi. 10x saloni shunaqa sochli turibdi akalar, apelsin rang koja ishlatilgan. Detallari Ponsi karboniy akoprint qilingan, Malibu 2 bar qo'yilgan. Siz denalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Orqalari ham ponni bo'pti. Patologlarda ziyozli nebalargacha bor. Sparkdagi bolalar har bitta detalga alohida e'tibor berishadi. Даже remeni ham Tiffany rangda. Hozirgi kundagi eng trenddagi rang Tiffany bo'ladi. Qoraga Tiffanyni kombinatsiya qilib koja bilan salon qoplangan. Hamma detallari kovunli karbondan akoprint qilingan. Men eng qoyil qolganim Neoline 8800 esdan taxib qo'ygan ekanlar. Bilasizlar-ku, rostakasimi Neoline bo'ladi. Malibu 2 bar bilan Malibu 2 rulni qo'ymasangiz, uyat ham bo'lib qoladi. Patologlarga ziyozli nebani ham qilib qo'yishgan. Videoni o'zingizlar ko'rdinglar. Agar 10x yoqqan bo'lsa, kommentariyada 1 qoldirasiz, Spark yoqqan bo'lsa 2 qoldirasizlar. Sparkchi akalarim, bu videoni tez Sparkchilar hammasiga tashab qo'yinglar, 2 raqamini bangillatib yuboramiz. 10x xichu baribir.